beradi. Endi litsenziyani olib turish kerak. Boshqa yerdan bo'ladi, to'g'rimi? Buni yo'llari ochiq. Sepadigan bu yerdan bo'ladi. Tamam. Ha, shuni ko'rsatsamga to'g'rimi? Dechi, ma'lum. Zo'r, yaxshi bo'lmasa. Bir haftagacha bunchasi shishib qoladi. Qazon xizmatini berib yotasan, to'g'rimi? Yo'q, to'g'ri ko'rak. Dechi. Yaxshi. Qoladi, o'zi yaxshi. Bugun qoladi. Sakrab bilasizmi siz? Yaxshimanchi? Qo'rquv yo'qmi? Kecha qo'rqdingiz-a? Sakın tozalab beraman, ha? Qo'rqmang. Olib tashladim. Uydagilarga berdik, uni borib tekshirtirish kerak, to'g'rimi? Tabletkada beramiz. Qayerda edingsan? Samarqand, Urgutdanmi? O'tiring, hozir ko'raman, qo'rqmang. Paxtachasi bor ekan, olaylik qizim o'shani, yaxshi bo'ladi. Qanday sanab qoling? Zo'r, ha? Sekin ishini tozalab beraman, nafas olasan. Assalomu alaykum hammaga. Nevaram Ayshani Loraston klinikasida keltirdik. Postoyan burun bo'shlig'ida ikkita fazasida go'sht bor edi. Orqa nimasida ham go'sht bor ekan, nafas ola olmasdi. Perixodi ham kach ekan. Shu yerni maslahat berdilar. Shuhrat Jo'rayevichga uchrashdik. Kecha operatsiya qildilar. Juda ham yaxshi chiqdi. Hozirda ahvoli juda ham yaxshi. Biza minnatdor biza. Klinikaga omad tilaymiz.